Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmoqlarida ko'radigan yurtdoshlar, hamyurtlar. Mana bugun jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklar haqida gaplashamiz. Ya'ni kim jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklar juda ko'p turda bo'ladi. Ular qatoriga masalan gonorreya, sifilis, torch infeksiyasi, ya'ni infeksiyalar, spid, griboklar, har xil griboklar kiradi. Shulardan masalan virusli, bakteriyaliga bo'linadi. Bakteriyali yuqadigan infeksiyalardan oladigan bo'lsak, ulardan gonorreyani biz ko'rib chiqamiz. Gonorreya bu gonokoklar keltirib chiqaradigan infeksiya hisoblanadi. Ya'ni oddiy xalq tilida aytganda spermalarda erkaklik jinsiy a'zosidan oqib qolishi. Bu bizda ko'p tushunmovchilik bo'ladi, faqat erkaklarda uchraydi degan yo'q. Bu ayollarda ham uchraydi. Naborot, ayollarda erkaklarga nisbatan yuqtirib olish ehtimoli ko'proq. Masalan, ayollarda 80% yuqtirib olish ehtimoli, erkaklarda unga nisbatan kamroq. 17-25% gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni kim yuqish yo'llaridan oladigan bo'lsak, birinchi yuqish yo'llari asosan eng katta foizlarda bizda jinsiy aloqa hisoblanadi. Ya'ni poloviy kontakt. Jinsiy aloqa bilan yuqadigan kasallik. Jinsiy aloqa qilganda ayollarda jinsiy a'zosidagi gonokoklar erkaklik jinsiy a'zosidagi, ya'ni uretra deymiz, siydik yo'liga tushadi va siydik yo'lini epiteliyasini yemirib, uni yiring hujayralariga aylantirirish bilan o'zi spermaga o'xshagan yiring hujayralari chiqish boshlaydi. Bu birinchi yuqish yo'li jinsiy aloqa. Ana ikkinchi yuqish yo'li. Biz to'g'ri yuramiz, bizda hech unaqa narsalar bo'lmagan degan o'ylar bo'ladi-da. Masalan, xotinimga ham ishonaman, o'zim ham to'g'ri yuraman. Hech bunaqadan shubhamiz yo'q. Qanday bizda paydo bo'ldi bu gonorreya degan savollar ham bo'ladi. Ikkinchi yuqish yo'li bu kontaktni yuqish yo'li. Kontaktni yuqish yo'liga masalan qanday olsak, bu ehtimoli kamroq bo'lsa ham bunaqa yuqish yo'llari ko'p. Например, ginekologga bordi. Ginekologga sog'lom ayol kishi boryapti. Hech qanaqa infeksiyasi yo'q, sog'lom. Undan avvalgi esa gonorreya yuqtirib olgan. Endi hamma ginekologlarimiz emas, ayrim ginekologlarimizda steril bo'lmagan instrumentlarda qayta ishlatish holatlari bo'ladi. Bu sir emas, juda ko'p kasalliklar yuqyapti. Albatta mendan ginekologlar xafa bo'lmasin. Ana shu ginekologlar orqali ham yuqish yo'llari bor. Сайкал медициналык клиникасы sizga o'zining darloo xizmatlarini tartuvlaydi. Bizde terapevt, kardiolog, xirurg, urolog, ginekolog, pediatr, lor vrachlar jana uy shartында УЗИ EKG tekshiruvlari, analizlar chiqariladi. Kapelnitsa qo'yu, baldarda sunnatga o'tirg'izu, jana boshqa meditsinalik xizmatlar ko'rsatiladi. Moskva shahri jana Moskva oblastida 24 soat bo'yi ishlaymiz. Bizden байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 20 77. Ko'radi, ikkinchi sog'lom bemorni ko'radi, o'sha unga yuqyapti. Ikkinchi, bu yana bir yuqish yo'li, ginekolog o'ziga da yuqtirib olishi mumkin. Ya'niki u bemorni ko'radi, bitta gonokok hujayrasi tushsa ham, shilliq pardasiga, qanaqa kontaktni yo'llar bilan tushsa, u ham yuqtirib olishi mumkin. U yana keyingi yuqish yo'llari, masalan, bizda juda ko'p oshxonalar, stolovoylar, nimalar bor. Gonorreya faqat jinsiy a'zolarda bo'lmaydi. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida bo'lishi mumkin, anal teshigida bo'lishi mumkin, ko'zlarda da shunaqa gonorreya holatlari bo'ladi. Ya'niki gonokoklar ko'zlarda ham zararlaydi. Umumiy ovqatlanish joylarida, masalan, qoshiqlar yaxshi yuvilmagan holatlarida gonorreya bo'lgan bemor
ya'ni og'iz bo'shlig'ida tashib yuradigan bemor kelib ovqat yedi, ana undan keyin qoshiq berildi, qandaydir sabablarga ko'ra yaxshi yuvilmay qolgan holatlar bo'ldi, ana undan keyin sog'lom odam yedi, og'iz shilliq pardasiga gonokok tushdi. Jinsiy yo'llarga gonokok tushdi, ko'z shilliq pardasiga gonokok tushdi. Unda nima bo'ladi? Gonokoklar shilliq pardalardagi epiteliy hujayralarni, ya'ni devordagi hujayralarni yemirishga o'tadi. Biz qanday bilishimiz mumkin? Jinsiy aloqa qildi, betartib ko'chada aloqa qildi jinsiy, bizni xalqimizda unchalik ko'p emas-u, endi ko'p holatlar bo'lyapti, shunaqa bizga murojaat qilyapti. Например, men do'stim bilan birga borgandik, endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, do'stim bo'lmadi, men bo'ldim yoki unday bo'ldi. Bu inkubasiyon davri 3 kundan 7 kungacha bo'ladi. Ayrim holatlarda undan ham cho'zilishi mumkin. Endi bir xil manbalarda 2 oygacha degan, 2 oydan keyin degan. 2 oygacha bo'lgan davri bizda o'tkir davri, ya'ni ostriy davri bo'ladi. 2 oydan oshgan davri xronitskiy, ya'ni surunkali davr hisoblanadi. O'tkir davrda umuman kasallik yuqtirib olgandan keyin 3-7 kun ichida erkaklarda jinsiy a'zosidan yiringga o'xshagan oqmalar kelishni boshlaydi. Ana undan oldin, undan avval achishishlar, ya'niki peshob qilganda, siydik chiqqanda achishishlar bo'ladi. Ayrim holatlarda jinsiy a'zolarning boshlarida, masalan, penisimiz boshida qizargan holat bo'ladi. Ya'niki undan oqadigan keyin oqmalar, gnoylar oq rangda, sariq rangda, ba'zida yashil ranglarda bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar juda o'tkir davrida kasallikni o'tkazib yuborgan holatlarni ko'rganmiz. To'liq jinsiy a'zosi penis gnoy bilan qoplanib, tropik yaralar bilan qoplanib ketib, даже qon aylanishlarida ham buzilish bo'lib, rangi qoraygan holatlarga ham o'tgan. Ayollarda ham shunaqa jinsiy a'zolardan oqmalar keladi, gnoyli oqmalar keladi, ya'niki выделениyalar ajraladi, siyganda achish bo'ladi, ko'pincha sistit bilan almashtiradi, siydik yo'llari infeksiyalari bilan almashtiradi. Bunday holatda nima qilishimiz kerak? Bunday holatda buni uy sharoitida davolash bu mumkin emas, bo'lmaydi. Uy sharoitida davolab uni ayrimlar tabletkalar qabul qilib ko'radi, kimlardadir tavsiyalarini ko'radi. Bunday holatda birinchi navbatda vrachga murojaat qilish kerak. Vrachga murojaat qilganda ham undan mazoklar olinadi, qon tahlillari olinadi, tekshirishlar o'tkaziladi. Immuniy gonoreya ekanligini aniqlab olib, ana undan keyin lecheniya qilinadi. Bu kasallik o'tkir davri bo'ladi, o'tkir ostriy, podostriy deydi. Ana undan keyin xronitskiy, ya'ni surunkali davrlar bo'ladi. O'tkir davrida 2-3 kunda даже tezroq boshlanadi yiring oqishi. O'tkir osti davrida 1 hafta, 10 kun, undan ham ko'p vaqtda bo'lishi mumkin. Ya'niki kasallikda hamma belgilari chiqmasligi mumkin. Surunkali davri bizga eng opasniy davr hisoblanadi. Surunkali davrida biz bilmaymiz. Ko'pchiliklar o'zini shunaqa bo'lganini bilmaydi. Immunitet yaxshi bo'ladi, bildirmay yuradi. Ya'niki kasallik tashuvchi bo'ladi. Erkak odam kasallik tashuvchi bo'lsa, o'zini ayoliga yoki unaqa gonokoki yo'q ayolga jinsiy aloqa qilsa, unga yuqtirib, uni immuniteti past bo'ladigan bo'lsa, unda tez rivojlanib ketishi mumkin. Bu erkak odamda immunitet yaxshi bo'lganligi sababli xronitskiy davri dori moddalarini palapartish, ya'niki betartib qabul qilganligi sababli xronitskiy davriga o'tgan, o'ziga uncha ziyoni bilinmaydi. Jinsiy aloqa qilgandan keyin partneriga, ya'ni jinsiy sherigiga bildiradi. Asosan ayollarda ko'p surunkali davri, ya'ni yashirin belgilarsiz davr ko'p uchraydi. Shuning uchun bizda erkaklar, ya'ni o'g'il bolalar ayollarga borganda, ya'ni prostitutkalarga borganda yuqtirib oladi. Bu gonokoklarni lecheniya qilishi asosan antibiotiklar bilan qilinadi.
antibiotiklarga ta'sirchanligini bilish kerak. Bu bakbasit deyiladi, u gonokok ekiladi. Antibiotiklarda ta'sir mexanizmi ko'rinadi. Kimlargadir masalan yengil antibiotiklar, kimlargadir kuchli antibiotiklar qilinadi. U hammasi laboratoriya tekshiruvdan keyin amalga oshiriladi antibiotik berish. Ikkinchi nimasi, antibiotiklardan keyin immunitetni ko'taradigan dorilar berishimiz kerak, vitaminlar berishimiz kerak. Uchinchisi, gonokoklardan keyingi asoratlarni yo'qotishimiz kerak, tropik yazvalar, yaralar bo'ladi, ularni yo'qotishimiz kerak. Umuman olganda, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar faqat gonokokni o'zi bo'lmaydi. Gonokok bilan birgalikda boshqa kasalliklar keladi. Biz hamyurtlarimizga, yurtdoshlarimizga tavsiyamiz, agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, vrachlarga, ya'niki dermatovenerologlarga murojaat qilish kerak. Analizlar topshirish kerak. Kimlardir boradi, yo'q, menda yaxshi, menda hech narsa bo'lmadi, u bo'lmadi, bu bo'lmadi. Boshqa jinsiy yo'llar bilan yuqadigan infeksiyalarda ham gonokok bilan birgalikda keladi, ularni ham tekshirish kerak. Qisqasini aytganda, unaqa levi yurishlarga ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqa odamlar ham borda, bu jinsiy hayosiz yashay olmayman, nima qilish kerak, qanaqa degan savollar tushadi bizga. Jinsiy hayosiz yashay olmasa, saqlanish kerak. Ya'ni prezervativlar ishlatish kerak. U ayoligadir, boshqagadir, hamma kimga bo'ladigan bo'lsa, o'zini ayoli toza bo'ladigan bo'lsa, uni biladi. Boshqa yo'lga yurib kelgan bo'lsa, unda o'zini ayoliga qo'shilmasdan turish kerak. Iloji boricha inkubatsion davri masalan 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 7 kunda o'zi bildiradi. O'zidan shubha qiladigan bo'lsa, qo'shilmaslik kerak. Agar qo'shilib yuqtirib qo'yadigan bo'lsa, ayolni ham davolash kerak. Bu gonokoklar avvalgi holatlarda faqat jinsiy a'zolarda uchrardi. Hozir juda rivojlangan zamondamiz. Bu anal teshiklarida, og'iz bo'shliqlarida uchrayapti. Masalan, anal teshiklariga, og'iz bo'shliqlariga aloqalar holatlari ko'p bo'ladi. Endi bu bizni nimamizga to'g'ri kelmasa-da, bu fakt bu. Ana shunday kimlardir savol beradi-da, men nima bilan saqlovchi, nima bilan jinsiy aloqa qildim, lekin bo'lib qoldi-ku deb. Ne только jinsiy aloqa, o'pish holatlarida ham uchadi, yuqadi. Qo'llar bilan ishlaganda yuqadi. Har xil holatlarda ko'zdagi gonokoklar ham uchraydi. Shuning uchun maksimal darajada ehtiyot bo'lish kerak sog'liqqa. Bu keyingi kechki asoratlariga oladigan bo'lsak, erkaklarda surunkali prostatit, xronический prostatit kasalliklarini keltirib chiqaradi. Spermalarda, tirik spermalarda kam chiqish holatlari bo'ladi. Bu gonokoklardan keyin bola bo'lishga ta'sir qiladi. Keyin ayollar masalan gonokok bilan homilador bo'lgan holatlar bo'ladi. Homilani tug'ish davrida chaqaloqlarga ham gonokoklarni yuqtirib qo'yish holatlari juda ko'p uchrayapti. Ana shu uchun ayollar ham ehtiyot bo'lish kerak. Tug'ishdan oldin iloji boricha bir tekshirtirib ko'rish kerak. Endi kimki jinsiy sherigini ko'p almashtiradigan bo'lsa-da, endi oddiy xalq uchun emas bu, ko'proq jinsiy aloqa qilib yuradiganlar uchun bu videomiz. Tug'ishdan oldin bir tekshirtirib ko'rib, iloji boricha tug'ilgunga qadar lecheniyalarni ham olish kerak. Mana shunaqa tavsiyalarimiz bizdan.